Qisqasi, hammasidan oldin vagina so'kinishmi degan savolni sizga bermoqchiman. Bir tomondan bu g'alati, o'zbek elim ko'p ishlatmaydigan, ayrimlar uchun jirkanch so'z. Ikkinchi tomondan esa bu adabiy so'z. 8-sinf biologiya kitobini 175-bet 4-qatordagi oddiy so'z hisoblanadi va Instagramdagi ayrim ekspertlar aytishi mumkin bo'lgan legalniy so'z hamdir. Keyin kommentga tushib, biologlar maynamni qoqmasligi uchun aytaman. 8-sinf yangi kitobida bu so'zni topa olmadim, lekin yoshligimda darsda xirringlab o'tirganim esimga tushib ketdi. Shunga bir eslay dedim-da endi. Xullas, gap bu yerda u so'z so'kinish yoki yo'qligida emas. Meni qiziqtiradigan narsa so'z so'kinish bo'lishi uchun qanaqa kriteriyalardan o'tishi kerak. Odamni xafa qiladigan so'zlar avtomatik so'kinish bo'ladi deydiganlar qattiq adashadi. Sababi xohlagan so'zni kerakli joyda ishlatib bilsangiz, u boshqa odamning ko'ngliga tegishi mumkin. Shunchaki oddiy xato so'zini olamiz. Bu so'z yordamida kimnidir qilgan xatosini ko'rsatishingiz mumkin. Lekin sen bir otangni yoshligida qilgan xatosisan-da desak, biz o'sha u bolani haromiga onasini fohishaga chiqargan bo'lamiz. Bu holat odamni haqorat qilish punktiga o'tib ketadi. Bizga aynan so'kinish so'ziga ta'rif kerak. GPT menga so'kinish odatda odobsiz, haqoratli yoki uyatli so'z va ibora degan gapni aytdi. Odobsiz va uyatli so'z. Mana so'kinish nima? Lekin paradoks shundaki, har bir odam uchun biron so'z uyatli bo'lishi uchun o'zini parogi bor. Kimgadir shunchaki eshakni urg'ochisi odobsiz so'z bo'lsa, menga o'xshagan odamlar ko'p so'zida uyatni his qilishmaydi. Men kuldirgan narsa, gay desam kim uchundir uyatni yuqori nuqtasi emish. Ularga desam, menimcha men bilan yuz ko'rmas bo'lib ketsa kerak. Keyin video anchadan beri chiqqani yo'q. Lekin men sizlarni zerikmasliklaring uchun Telegram kanalimni qizitib turdim. Plus RDH degan yangi proyektni boshlaganman. U yerda men amerikaliklarning shaxsiy hayotidagi sarguzashtlarini o'zbek tilida yuklab boryapman. Eslashda obuna bo'lib qo'yinglar va Telegramimda so'kinmagan odam aqlliroq va hurmatliroq deydigan individlar ham bor. Men o'ylayman-da, shunaqa odamlar asabiylashsa 16 yoshli yapon multikalardagi qizlardek so'kinishsa kerak. Baka ahmoq degani kimgadir qiziq bo'lsa va bu ofitsial yaponlarning eng qattiq so'kinishi. Agar siz ana yaponlar shu uchun kuchli natsiya desangiz, sizlar baloni 5 bo'lakka bo'lib yebsizlar deyman. Chunki ular uchun pensil so'zi so'kinish emas. Hatto ular pensilga bag'ishlab bayram ham qilishadi. Ya'ni bir to'yda odamlar chiqib pensilga o'xshab kiyinishadi, pensilga o'xshatib ovqatlar pishirishadi. Voy, gapirmaganim tinch. Pivo festivaliga qilgan reaksiyalaringizni miyamda saqlagan holda O'zbekistonda ham shunaqa pensil festivalini tashkillashtirsak, nima bo'lishini taxmin qilyapman. Kim uchundir bizdan chiqayotgan tabiiy, organik chiqindi ham uyatli so'z hisoblanadi. Yaponlarda butun boshli multfilmlar bor, shu chiqindilarga bag'ishlangan. Xullas, tushunib turganingizdek, ular uchun bizdagi uyatli so'zlar uyatli hisoblanmaydi. Lekin har bir notanish odamning oldiga kelib so'kinish ham farosatsizlikning belgisi. Yuqorida aytganimdek, har bir odamning parogi bor. O'sha parogni bilib, u inson bilan gaplashish kerak. Kimgadir parog umuman yo'q, kimdir uchun onadan so'kish oddiy hol, kimdir esa bunaqa hazil uchun o'sha bola og'zi bilan gapirgan gaplarini praktikada ko'rsatib qo'yishi mumkin. Tarbiyang yo'q-da, ota-onang tarbiya bermaganda san bachaga degan gapni gapirayotgan IQ darajasi yoshi bilan teng yuradigan shaxslar ham bor. Ularga baribir tushuntirib bo'lmaydi. Bola hech qachon ota-onasini oldida so'kinmaydi. Keyin meni otam meni oldimda so'kinmaydilar. Pashti. Men otamni so'kinishlarini pashti eshitmaganman. Onam esa yoshligimda bilat deganim uchun 6 yoshli meni shu darajada urganlarki, 8 yil bu so'zni tilga olmaydigan qilib qo'yganlar. Xullas, tushunib turganlaringizdek, ota-onani tarbiyasi ishlamas ekan. Qanaqasiga? Unda nimaga men so'kinishni boshlaganman? Eng kulgilisi, yaqingacha men uchun o'zbekcha so'kinishlar jirkanch eshitilgan. Shu sabab men kamdan kam o'zbekcha so'kinish ishlataman. Men asosan rus kontentini iste'mol qilaman va men o'smirlik davrim rus Twitch'iga to'g'ri kelganligini ham inobatga olsak, meni bunaqa so'kinishimga javob olishingiz mumkin. Okey, yetarlicha suv qo'ydim. Xullas, men oldin bu kanalni yurita boshlagan vaqtimda so'kinishga absolut neytral qarar edim. So'kinish men uchun qanaqadir tabu narsa emas edi, lekin vaqt o'tib meni pozitsiyam surila boshladi. Agar siz ko'pchilik seni hate qilgani uchun shunaqa bo'lyapsan desangizlar, gaplaringizga qo'shilmayman. Sababi meni shu so'kinganligim uchun ko'radigan bolalar ham mavjud ekan. Men so'kinishga bo'lgan qarashimni o'zgartirishimga sabab bo'lgan narsa bu reaksiya videoyi va streamlar. Yaqinda bo'lgan streamda ham o'zimni og'zimni nazorat qila olmay qoldim. Kimni ovozi rasvo? Shuni aytinglar. Menikimi? Ya'ni bu past keloptimi yo meniki? Men o'zimni ko'r, o'zingni eshit. So'kinishda shunchaki parazit so'zlarga aylana boshlaganini shuna boshladi. Men shunchaki miyamdagi fikrni so'kinishsiz gapira olmaydigan bo'lib qolganman. Streamlarda hayajonlanganimdan va stream vaqti jim bo'lib qolishdan qo'rqqanligim uchun juda ko'p so'kinish aralashtirib gapirganimni streamdan keyin seza boshladim.
Bu xuddiki mayli, jinsiy aloqa elementi qatnashgan hazillarni yig'ishtirib turaylik. Keyin jinsiy aloqa deganda eski videolarimni ko'rgan bo'lsangizlar, men asosan so'kinishni komedik element sifatida ishlatganman va so'kinishsiz hazil qila olmasligimni tushunib yetdim. Ya'ni menda shunchaki astroumiya yetishmaydi va qizim yo'qligining ham sababi menimcha shundan. Umuman hazil qilishni bilmayman, shuni ko'rganlaringizdek. Bilmadim nimaga, lekin men absurd va bachkana narsalarni yaxshi ko'raman va ular meni kuldiradi. Yana qaytaraman, meni vkusim bilan ancha muammolar mavjud. Eng kulgilisi bilasizlarmi nimada? Men yaqin 3 yil ichida million Bravo va dizayner konsertlarini ko'rmay qo'ydim. Bunga sabab men o'zimdan intelligentni inson, meni piska popka hazillar qiziqtirmaydigan shaxs sifatida sotsium qabul qilishini xohlagan edim. Bu hayratlanarli, rostini aytsam. Men millionni ko'rmasligim emas, sotsium so'zini bilishim hayratlanarli. Millionga keladigan bo'lsak, menimcha ularning barchasi chegaraga kelib qolishdi. Animeshniklar bo'lsa, siz sevgan davolovchi qahramonga o'xshaydi million. Na anime, na hentai. O'zini qaysi kategoriyaga tiqishni bilmaydi. Tam MJM haqida jostki hazil kelib qoldi, lekin men intelligentni deb o'ylanglar deb aytmayapman. Xullas, men intelligentni ko'rinishimdan tashqari bu jamoalar qizil chiziqqa shunchalik yaqin kelishdiki, uni buzib o'tsa ham bo'ladigan holatga kelib qolishgan. Agar hukumat indamasa, menimcha buzib ham o'tishgan bo'lar edi. So'kinish bizda yaxshi rivojlanmaganligining yana bir sababi bu hukumat yoki shu mediani tekshirib senzuraga uchratadigan shaxslar. Otam blogerligimni eshitib ikkita taqiq qo'yganlar. Birinchisi dinga aralashmasligim, ikkinchisi hukumatning ishlariga umuman burun tiqmasligim kerakligini qayta ta'kidlaydilar. Shunga men chuqurlashmayman, lekin meni asabimni buzadigan narsa bu jin ursin. Ya'ni xohlagan so'kinishni o'rniga shuni qo'yishlari. Umuman farqi yo'q. Ma'nosi to'g'ri keladimi, yo'qmi, jin ursini tiqib ketishaverishadi. Xullas, ayrim filmlar so'kinishi bilan odamni o'ziga tortadi. Absurd yumori bilan, lekin bizda ular tarjima qilinmagan va hali beri qilinmasa ham kerak. Meni fikrim bo'yicha kimdir bu ultra adabiy yana buzishi kerak edi. Qanaqadir punk shaxs, lekin punk bo'lmasa ham bir ikki personalarni ko'ra boshladik. Men TikTok battle qilayotgan Kunolingus ustalari haqida gapirmayapman. Unaqa personalarga men ham negativ qarayman. Men uchun bu darajada pastga tushib, so'kinish uchun so'kinayotgan odamlar umuman e'tiborga ham loyiq emas. Men hozir umuman boshqa blogerlarni aytyapman. Iskandar Makedonskiy, adashmasam shunaqa edi ismlar, o'zlarining mashhur rubrikalari bilan kirib keldilar. Bu rubrikani ayta olmayman, chunki sal qo'porroq. Bundan oldin gapirgan gaplarimni agar inobatga olmasak, chap tomon frontda esa Chingiz o'zini falsafiy qarashlari bilan odamni zeriktirmayaptilar. Nasıl neyimsin? TV'dagi boshlovchilarda gapiraman-ku. Nima bo'lsa ham Aslam va abuzer akalar ham bu yoqda so'kinish olamiga iz qoldiryaptilar. Xullas, undan keyin giglaner ham bor, giglaner tilga olib ketmasam, giglaner xafa bo'lib qolishlari mumkin. Tam vashshi ultra mega so'kinishlari bilan, tem bo'lib mana so'kishlarni eshitsam, vashshi hayotda bo'lgan qiziqishim yana o'sha boshlaydi. No mayli, yo'g'ini yig'ishtirib turaylik. Undan keyin kelajakda stream qilsam so'kinishimni eshitib abuzerga taqlid qilyapti deydigan bo'lsangizlar, sizlarni mute degan narsa bilan tanishtirishim mumkin. Men oldin aytganimdek, rus streamerlarni ko'rib katta bo'lganman. Shu sabab men ularga taqlid qilishga harakat qilib katta bo'lganman va o'shandan meni tilimdami, og'zimdami iz paydo bo'lib qolgan shu so'kinish, yana bilmam nimaga. Xullas shunaqa ham. Tepadagi blogerlarga nisbatan men o'zimni parogim bor, ya'ni prinsiplarim bor. Men o'sha rus streamerlarda katta bo'lgan bo'lsam ham, oila a'zolarini aralashtirib so'kinishga juda negativ qarayman. Shunchaki bo'shliqqa bo'lsa ham men uni so'kinib gapirishni yoqtirmayman oila a'zosidan qo'shib. Bo'lmasa men katta bo'lgan streamerlarim bir-birlarini onalari bilan men inkognitoda ko'ra olmaydigan ishlarimni qilib tashlashardi. Bu prinsip, ya'ni qadriyatlar menga qaydan kelib qolgan bilmadim, lekin men hayotim mobaynida 3 marta, maksimum 4 marta onadan so'kinganman va bir martasiga meni yaxshilab tarbiyalab qo'yishgan. Можно отвечать за базар deb bittasi bitta mushti bilan chaq etib qoqqan. Menimcha o'shandan bir travma qolib ketganmi bilmadim. Men ruscha materiallarda katta bo'lganligim uchunmi bilmadim, lekin men uchun juda ko'p o'zbekcha so'kinishlar, so'zlar uyatli, jirkanch eshitiladi. Ularning ruschasi qanaqadir plus-minus yaxshi eshitiladi. Uzoqqa ketmaymiz. Sizki, bubs o'zbekchasi nima bo'ladi? Emchakmi? Qanaqadir menga g'alati eshitiladi bu so'z. Buxoro tomonda vayshi jiji deyiladi. Jojo emas eslashdi va misollar ko'p, aytib o'tirmaganim ma'qul. Unisini bilmadim, lekin men rus maktabda o'qiganman. Shu uchun men Pushkin, Lermontov va shunga o'xshaydigan buyuk rus adabiyotshunoslarini bilaman va yana shuni bilamanki, ularning ko'pi asarlarida so'kinib yozishgan va meni fikrimcha o'zbek adabiyotshinoslari ham so'kinib yozishgan, faqat uni senzuraga tiqib tashlashgan. Bo'lishlik ehtimoli bor menimcha-da. Keyin bir do'stim bilan suhbatlashib yurganimda, diniy odam emasdi. Unga bitta savol berganim, nimaga sen kam so'kinasan? Sen diniy odam emas-kusan desam, u menga qarab, bilasanmi Shahridan?
Man nimaga so'kinmayman? Chunki agar men qachonki so'kinsam, so'kinayotgan vaziyat kelib qoladi. O'shanda men gapirgan gapim odamga qattiqroq tegadi. Meni so'kinishimning qadri bo'ladi. Shunaqa gapni gapirgandi va uni gapida ham jon bor. Rostdan ham meni so'kinishimning qadri yo'q. Agar o'zbekcha so'kinmasam, tam jostko onalab so'kinmasam, tam meni so'kinishimning qadri pashti yo'q va bolalarga ham hech kimga ham ta'sir qilmaydi. Lekin shunday bo'lsa ham men so'kinishni yaxshi ko'raman. Lekin oxirgi kunlarda rostini aytsam, sizlarni ezib yuborgan bo'lsam ham men juda ko'p so'kinib yuboryapman. Undan keyin so'kinishsiz men fikr bildira olmaydigan bo'la boshlayapman va bu meni asabimga tegyapti. Men sekin-sekin so'kinishni kun tartibimdan chiqarishga harakat qilyapman. Ularga qo'shib parazit so'zlarni ham. Oldin videolarimda Telegramimga polniy so'kinib gapiraman degan edim. Hozir Telegramda ham so'kinishni kamaytirib yuboryapman. Если что, bu Telegramni reklamasi bo'lib ketishi kerak edi. Shuning uchun o'tib qo'yinglar, tam ortiqcha narsa o'ylagim kelmayapti. Если что, yo'qotib ham yuborganim yo'q. Sababi ayrim so'zlar men uchun so'kinish darajasida emas. Misol uchun kayf so'zi. Bilmadim kim uchundir bu so'kinish, lekin men uchun normalniy so'z yoki xunya so'zi men uchun normalniy so'z. Realniy musor narsani musor deb yuborsan jonimga tegib ketdi. Narsani kerak yoki odamni organik axlati tajirkanch, lekin kerak bo'lgan vaqt chotki ishlatsa bo'ladi. Umuman so'kinishni kerakli vaqt ishlatishga harakat qilmoqchiman. Tepada aytganimdek, menga so'kinish yoqadi. Men uni hayot tarzimdan chiqarmayman, lekin oldingiga nisbatan ancha kam so'kinishni ishlatmoqchiman. Bu videoda iloji boricha so'kinishni ishlatmadim. Sezgan bo'lsangizlar kerak bo'la. Keyinchalik yanada kamaytiraman va senzura qo'yaman. Bu videoda senzura bo'ladi. Если что, senzurani hamma biladi. Bilmaydiganlarga misol keltiraman. Ya'ni ты пишешь, я тебе вот так сутулая